darsimizda tijorat taklifini yaratishni ko'rib chiqamiz. Buning uchun sales ilovasiga kirib olamiz. Keling, o'zbek tiliga o'zgartiraman. Tilni preference'ga o'tamiz va language'ni o'zbek tiliga o'tkazamiz. Va update bosiladi. Tijorat takliflari yangi tugmasi bosiladi va mijozini tanlaymiz. Misol uchun Sarvar Crest va mahsulotni qo'shamiz. Istasak katalog orqali bosishimiz ham mumkin bo'ladi. Yetkazib berish muddatini belgilashimiz kerak bo'ladi. Birinchi marta. Endi katalog orqali produktlarni qo'shib ko'ramiz. Misol uchun 3-5. Paketga qaytishga bosamiz va bizda narxlar bilan kiritildi va umumiy narx tayyor bo'ldi. Endi istasak biz chegirma berishimiz mumkin. Chegirma ya'ni barcha buyurtma yo'nalishlari, global chegirma va ruxsat etilgan miqdor. Bularni har xil tushuntirib o'taman. Barcha buyurtma yo'nalishi, ya'ni har bir produkt uchun chegirma beriladi yoki bo'lmasam global chegirma umumiy summaga chegirma beriladi. Foizda yoki bo'lmasam fix, ya'ni ma'lum bir aniq summada berishi mumkin. Keling, global chegirma berib ko'raylik. 5% chegirma deydi. Hop, bosamiz. Murojaat qiling tugmasi bosiladi. Bizda 5% diskount qo'shiladi. Demak, diskount qo'shildi. Hamma kerakli ma'lumotlar kiritib olinadi va biz ko'rib chiqishni boshlagan bo'lsak, bizda tijorat taklifi yaratilgan bo'ladi. Elektron tijorat taklifi tayyor. Buni o'zi biz mijozga yuborishimiz mumkin bo'ladi. Istasak buni linkini yuborishimiz mumkin. bo'ladi. Buning uchun ko'rib chiqish tugmasini bosamiz va bu yerdagi tokenli linkni olib turib mijozga yuboramiz va mijoz qabul va imzoni yozib imzo qo'yishlari mumkin bo'ladi. Xuddi shu holatda bizga tijorat taklifi yaratiladi. Istasak shu tijorat taklifini biz yuklab olib chop etish tugmasini bosib yuborishimiz ham mumkin bo'ladi. Mana demak, tayyor. Shunday holatda bo'ladi. Rahmat.